2026 Chevrolet Tamaro yangi avlodi bilan avtomobil ixlosmandlarini yana hayratda qoldirmoqda. Ushbu model kuchli dvigatel, agressiv dizayn va zamonaviy texnologiyalarni birlashtirib, haqiqiy sportkar ruhini namoyon etadi. 2026 yilgi Tamaro tashqi ko'rinishida yanada o'tkir LED faralar, kengaytirilgan old panjara va aerodinamik kuzov elementlari bilan ajralib turadi. Past profilga ega kapot va sport bamperlar avtomobilga yanada jozibador va tajovuzkor ko'rinish beradi. Yangi alyuminiy disklar va orqa spoiler esa uning sport xarakterini kuchaytiradi. Dvigatel qatorida bir nechta variantlar taqdim etiladi. Asosiy komplektatsiyada 2,6 litrli turbo dvigatel bo'lib, u yuqori quvvat va tejamkorlikni ta'minlaydi. Kuchliroq versiyada esa 3,6 litrli va 6 dvigatel mavjud bo'lib, tezlanish ko'rsatkichlari ancha yaxshilangan. Eng yuqori paketlarda va 8 dvigatel taklif qilinishi kutilmoqda. Bu esa maksimal tezlik va dinamikani xohlagan haydovchilar uchun ajoyib tanlov hisoblanadi. Avtomobil 6 pogonali mexanik yoki 10 pogonali avtomatik uzatmalar qutisi bilan jihozlanadi. Ichki salon to'liq raqamli panel va katta sensorli multimedia ekrani bilan jihozlangan. Apple CarPlay va Android Auto qo'llab-quvvatlashi haydovchiga qulaylik yaratadi. Sport o'rindiqlar yuqori sifatli materiallardan tayyorlangan bo'lib, uzoq safarlarda ham maksimal qulaylik beradi. Ko'p funksiyali rul, 2 zonali iqlim nazorati va premium audio tizimi haydash jarayonini yanada yoqimli qiladi. Xavfsizlik tizimlari ham sezilarli darajada takomillashtirilgan. 2026 Chevrolet Tamaro avtomatik favqulodda tormoz tizimi, yo'lakni saqlash assistenti, kor nuqtani kuzatish tizimi va adaptiv kruz nazorat bilan jihozlangan. Orqa ko'rish kamerasi va to'xtash sensorlari shahar sharoitida harakatlanishni osonlashtiradi. Mustahkam kuzov konstruksiyasi esa yuqori darajadagi himoyani ta'minlaydi. Yoqilgi samaradorligi ham yaxshilangan bo'lib, yangi dvigatel texnologiyalari yonilgi sarfini kamaytiradi va atrof muhitga chiqindil.